Dada, tovuqli sho'rva qanaqa chiqibdi? Yaxshi. Yoqdimi sizga? Hmm. Ananay, dadajonim, yuragim, asalim o'zimi. Ko'rlaringmi? Dadamga yoqdi, sizlarga ham yoqadi. Kelinglar, kutaman. Mana turkcha tovuqli sho'rvamiz. Mazza qilib pishdi. Kelinglar mehmonga. Yeganlar darmonda, yemaganlar armonda. Kutib qolaman. Assalomu alaykum. Yaqinlarim, mana bugun tovuqdan qaynatma qilamiz. Qaynatma deganda turkcha ko'rsataman sizlarga. Hozir qozonni qo'yasiz. Suv ich. Mana tovuqlarimiz yaxshilab qaynadi, boshqa. Mana gaz olovi tepalikda qaynatyapman. Endi buni olamiz, buni to'g'rab, mayda qilib to'g'rab solamiz. Mana tovuqimizni maydalab oldik. Mana bunaqa chopqi bilan, pichoq kattasi bilan olsangiz zo'r chopar ekan. Yangi oldim, O'rizordan mana bunaqa. Endi reklama qilib qo'yaydi, buni ham O'rizordan oldim. Mana tovuqimizni maydalab, juda ham mayda qilib solasiz. Mana endi bulyon ozgina qaynashi kerak. Sho'rvamiz ozgina qaynashi kerak, yaxshilab yana 5 minutga qaynadi. Mana tovuqimiz juda ham yaxshi qaynadi. Endi tuz va peripravalar solamiz. Tuz ozgina solasiz, unaqa ko'p solmaysiz. Bu peripravamiz har xil nima deydi, ko'katlarimizni maydalangani va quruq qilib maydalanganidan bir qoshiq solamiz. Kichkina ложкада, chayna ложкада bir qoshiq solamiz. Endi mana sho'rvamiz juda ham yaxshi qaynayapti. Bunga mayli 2 dona yana lauroviy list so'raman. 2 dona yetadi. Undan ko'p kerak emas. Mana sho'rvalarimiz juda ham yaxshi bo'lib pishyapti. Mana bir piyola guruchni yaxshilab nima qilasiz? Chayqab sovurasiz endi. Polni soldik. Masalan, olib boraman. Mana turkcha tovuq sho'rvamiz pishdi. Vaqir-vaqir qaynab. Kelaverasizlar mehmonga. Kutib qolamiz.